Müslümanların işidimi Allah'ın ayetlerini azgını pul bedeliga setadiganlar var. Ko'ryapmiz etrafımızda. Bular Peygamber aleyhissalatu vesselam bularninki ig'izlarininki o'ttin bo'lgan qaychulan kesiladiganligini ko'rgan fitna da'vatchilar. Fitna da'vatchilari. Kishilarning o'tirsa fitna taqtidigan, fitna gap so'zni taqtidigan o'zi da'vatchi yoki ulamo olim degan shakldagi kishilar bular. Peygamber so'radi, bular kim ya Jibril? Degandan keyin Jibril javob berib, bular xutabaul fitna. Fitna tashviqotchilari bular. Fitna da'vatchilari bular. Bular har qanday zolimga ularning zulmini chiroyli ko'rsatdi. Eskiga eskining eskiligi masning eski maqigining masning qigining zulm demay, ya may abdan qilla yaxshi qillarda buningga yaxshi ko'rsatdi. Allah'ның dinini insoniyatning xohishining xizmatida qildi bular. Allah'ның dinini insanın xohishiga xizmat qildirdi bular. Aslında insonlarning xohishi Allah'ның diniga bo'ysunishi kerak. Uni ma kishilar dinni yenglash degan shuar ostida kishilarga Allah'ның manhajidan chiqib ketish pakitini qanaq birdi bular, hozirlab birdi bular. Mujning o'tirishdi bular. Dinni yenglash shuar ostida. Bular yuz berayotgan ishlarni aqlaydi. Ahiretning hisobini o'ylamaydi bu hisobotini. Allah'ның manhajini ustiga olgan, Allah'ның manhajini omonat shaklda gadinga olgan din ulamolari bularning xizmati boshqalardan yuz bergan xatolikni aqlash emas. Allah'ның manhaji menga insonning xohishiga bo'ysunmaydi. Bunaqa odamlar cho'qim tavba qilib Alloh tarafiga qaytish kerak. Bulardan yuz bergan shu ishlarni farq etish kerak bular. O'ylanish kerak bu haqda. Chunki haqqa qaytish botilda davom qilgandan yaxshi.